Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Bugungi ingliz tili haqidagi kursimizni boshlaymiz. Hammaga ovozim eshitilyaptimi? Shuni bilib bo'ladimi? Ovoz eshitilyaptimi? Alaykum ustoz, eshitilyapti yaxshi. Eshitilyapti. Xo'p, hozirgi kundagi asosiy vazifamiz dolzarb vazifalardan biri ingliz tilini o'rganish. Hozirgi yoshlarimiz orasidagi eng bir nima deydi, dolzarb vazifalardan biri. Bizga berilgan mana bu sharoitlardan foydalangan holda biz ingliz tilini o'rganib, mana bu bilimlarimizni yuksaltirib, vatan oldidagi burchlarimizni ado etishimiz kerak deb o'ylayman. Hozir endi ingliz tili kurslariga barcha yoshlar e'tiborini qaratgan. Biz ham shu jumladan British Councilligi bilan birga hamkorlikda ishlar olib boryapmiz. Institutimiz bilan birgalikda ular bizga turli xil saytlarni berishadi. Biz ulardan foydalangan holda o'quvchilarga taqdim etamiz. Ingliz tilini samarali, tez va sifatli o'rganish usullarini sizga taqdim etmoqchimiz. E'tibor bersangiz, Learning English Teens British Council bu saytidan foydalanib, ingliz tilini 4 ta ko'nikma orqali tez va samarali o'rganishingiz mumkin. Learning English Teens British Councilligi tomonidan taqdim etilgan saytda faqat o'smirlarga asosan mavzular taqdim etilgan. Teens bu o'smirlar, to'g'rimi? O'shaning uchun maktab o'quvchilariga asosan mavzular qaratilgan bo'lib, bilim darajangiz ham shunga yo'naltirilgan. Skills, e'tibor bersangiz, skills. To'g'rimi? Listening. Bugun o'z hisobidan yozib tashlayapti. Speaking. Buniki dars to'g'ri kelmaydi hamda. Bayevot 23 maktab. Xalaqit bermanglar, o'chirib qo'yinglar hisoblaringizni, hurmatli maktab rahbarlari. Bayevot 23. Hozirgi kunda texnika shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda hammada texnik jihozlar, gadjetlar bor. O'shaning uchun bizda til o'rganish muammo emas deb o'ylayman. Siz ham bemalol chekka hududlarda o'qituvchilar yetishmasligidan shikoyat qilmasdan o'zingizni mana bu texnik vositalaringiz, kompyuter, telefonlaringiz orqali bemalol ingliz tilini shaxsan o'zingiz ham bemalol o'rganishingiz mumkin. Masalan, internet saytlariga kirib, jonli videolardan foydalangan holda o'rganishingiz mumkin. Bu narsa darajangizga ta'sir qilmaydi. Mana pastki darajadan to yuqori darajagacha barcha ma'lumotlar mavjud deb o'ylayman. Siz bulardan bemalol foydalanib, hatto chekka hududdagi maktablar yoki o'quvchilar ham bemalol ingliz tilini o'zlari shaxsan o'rganishlari mumkin. Masalan, faqat internetingiz bo'lsa va yoningizda o'zingizni gadjetingiz bo'lsa bo'ldi. Skills, bunga e'tibor bersangiz, mana saytiga, chekkadagi saytiga qarang, e'tibor bering. Teens bu o'smirlar, o'quvchilar uchun mo'ljallangan sayt bo'lib, sizga masalan listeningga kiradigan bo'lsak, listening skillsda siz nimalarni u yerda o'rganasiz? Hozir sizga bir chekkadan tushuntirib beramiz. Listeningda A1, listening A2 darajangizga qarab tanlaysiz. Endi iloji boricha boshidan bir chekkadan mavzularni o'rganib chiqib, ularni ko'rib chiqib, so'z boyligingizni oshirishingiz ham mumkin. Mana bu yerda batafsil hammasi haqida berilgan. A1 listening.
A2 listening, B1 listening, B2 listening, mana C1 listening darajalarigacha bizda barcha ma'lumotlar mana mavjud. Endi mana A1 listeningga kiradigan bo'lsak, A1 listeningda mana mavzulari a good night's sleep, yoki it's a library giving personal information. Turli xil mavzularda barcha ma'lumotlar bor. Siz ularga kirib, o'zingiz istagan, xohlagan so'z boyliklaringizni tekshirib ko'rib oshirishingiz mumkin. Masalan, a good night sleepga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda sizga instruksiyalar berilgan. Preparation bu nima? Bu mana bu o'sha mavzudan oldin tayyorlaydigan o'quvchilarga berilgan vazifa bo'lib, bu juda ham qiziqarli. A test to show what a person knows or can do. Mana bu vazifalarni siz birma-bir qarab chiqib, yoniga yozishingiz va bajarishingiz, oxirida o'zingiz tekshirishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari mana listeningga doir berilgan transkripti bor, o'sha matn, shu matnni listeningda siz eshitasiz va uni kuzatib borasiz. Siz qanchalik ham o'qib, ham to'g'ri talaffuz qilishingiz mumkinligini o'zingiz mana shu kabi listening vazifasini bemalol o'zingiz bajarishingiz mumkin. Endi hozirgi kunda atrofimizda native speakerlar yo'q, bilasiz. Bizda talaffuz muammo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik o'quvchilarimizda, talabalarimizda ham talaffuz muammo, to'g'ri talaffuz qilishmaydi. Siz bundan mustasno holatda mana buni o'qib, mana bu vazifalarni o'zingiz eshitib, to'g'ri talaffuz qilish sharoitiga egasiz. Check your understanding, true, false. Bundan tashqari bu vazifani o'qib tarjima qilib bo'lganingizdan so'ng o'zingiz keyingi vazifalarni yanada mustahkamlash uchun vazifalar berilgan. Shu mavzuga doir vazifalar. The guest in the studio is a teacher. Is it true or false? To'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilab chiqasiz. Mana bu holatda. And you may check your vocabulary using the get feeling. Siz lug'at boyligingizni o'zingiz lug'atingizni tekshirishingiz mumkin. Masalan, mana bu yerda so'zlar berilgan, yangi so'zlar. Siz ularni kerakli joylarga qo'yib chiqib, qanchalik to'g'ri bajarganligingizni bilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsiz. So then you may discuss with your teacher or with your partner. Worksheets and downloads bor. Mana bu yoqda worksheets bu o'sha vazifalarni hammasini o'zingiz har bittasi alohida berilgan. Mana alohida berilgan vazifalarni siz olib, ulardan alohida foydalanishingiz ham mumkin. O'qituvchilarga bu endi ko'rsatmoqchi edik. Mana hamma vazifalar bor. Ko'ryapsiz. Keyin javoblari ham bor. Javoblarini tekshirishingiz ham mumkin. Boyagi transkriptni o'zi ham bor. Bundan tashqari discussion o'tkazishingiz mumkin. O'sha sinflararo o'rtasida o'qituvchi bilan birgalikda discussion, muhokama vazifalarini ham bajarishingiz mumkin. Mana har bitta vazifani mavzuga doir vazifalar berilgan. Siz ularni darajangizga qarab bajarib chiqishingiz mumkin. Bu faqat listening vazifasi. A1, A2, B1, B2, C1 darajasida berilgan vazifalar. Bundan tashqari siz readingga kirishingiz mumkin. Mana readingda nimalar bor? Readingda ham xuddi shunday vazifalar berilgan. Writing, endi biz writingga kirdik. Learn more,
about reading and writing and speaking also. Mana har bittasiga kiradigan bo'lsak, listeningga boya kirdik buni. Endi xuddi shunday readingga kirishingiz ham mumkin. Reading skillni oshirish uchun bunda ham matnlar berilgan. O'sha matnlar borasida endi bu A1 darajasi, biz sal yuqori darajaga ko'taraylik. Sizda hozir nima muammo, hurmatli o'quvchilar? Ingliz tili o'qiyapman. Bugun ingliz tiliga qiziqaman. Writingga. Bu ham mana shu darajangizga qarab writinglar berilgan. Choose a level. A1, A2, B1, right, B2. Asosan TOEFL, IELTS ga tayyorlanish uchun mana bu sayt sizga juda qulay. Har bittasida instruksiyasi berilgan, preparation berilgan. Mana ko'ryapsiz. Positive and negative. You should put the adjectives in the correct groups. And now reading. My bitta reading. Theme Park Trip posted by Lara on 20 June and so on. You should read and analyze it. Check your understanding, true, false. Check your writing gap till completing a blog. And also was given worksheets and downloads. Faqat siz o'qisangiz bo'ldi. Barcha sharoitlar bor. Mana readingdagi xohlasangiz o'zingiz A1 dan boshlasangiz bo'ladi. A2 ga o'tasiz. Uni hammasini yechib bo'lgandan keyin B1 reading. Qanaqa savollaringiz bor? Qayerda sizga tushunmovchilik bo'lyapti? Listening ham bor, speakingga doir mavzular ham bor. Adventure travel, mana buni oladigan bo'lsak, bu yoqda mana preparation, reading, adventure travel, adventure activities, activity holidays, polar expeditions, cultural journey, trekking tours, and check your understanding, multiple selection. Mana bitta sizga vazifalar berilgan. O'qiysiz va vazifalarni bajarasiz. On which holidays can you see animals? Activity holidays, polar expeditions. Mana bu siz tushunganingizga qarab har bitta mavzuga vazifalar berilgan. Unga siz yechimini topsangiz bo'ldi. Mustaqil ham har bitta vazifani mustaqil bajarishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir kunday o'qituvchi yo'q deb bahona qila olmaymiz. Hurmatli o'quvchilar, hamma sharoitlar bor. Speakingga kiradigan bo'lsak, choose a level. A speaking. Bunda ham mana darajalari bor. A1, A2 speaking. Choose a lesson. It's a shop. Instruction. Bu yoqda ham mana. Learn English Teens bu yoqda mana eshitasiz.
O- Navbat. Siz gapirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Read the text. Read the text. Nima deyishingiz kerak? Mhm. Ular sizga savol beryapti, siz javob berishingiz kerak. Hadi. Mhm. Sizni eshityapti. Siz esa ularga javob qaytaryapsiz. Hammasi shumi, o'zimi javob berasiz yana. Qilganicha gapirishingiz mumkin. Mana pastda transkript bor. Dialogni transkripti berilgan. Siz ularni yodlab, bemalol o'zaro darsda ishlatib, qo'llashingiz mumkin. Tekshirishingiz mumkin. Talaffuzingizni to'g'ri aytyapsizmi yoki qayerda xato aytganingizni ham bemalol tekshirishingiz mumkin. Pastda berilgan bu vazifa so'zlarni to'g'ri qo'llayapsizmi? To'ldirib chiqishingiz kerak o'sha so'zlarni. To'g'ri yozyapsizmi, yo'qmi? Nima? How much is that? Va hokazo. Bu sizni og'zaki nutqingizni rivojlantirishga yordam beradi. Endi A1 darajasini sizga qo'ydik. A2, B1, B2 darajasi mana shunday ketma-ketlikda murakkablashib boradi. Siz ham ular bilan birgalikda gaplashib, og'zaki nutqingizni o'stirib borasiz. Va grammatik, mana grammatika vazifalari, grammatikaga doir vazifalar bor. Adverbs of frequency, comparative and superlative adjectives, conjunctions, countable and uncountable nouns, have got. Har bitta mavzuga doir o'sha matnlar berilgan va ularni og'zaki nutqini bemalol eshitishingiz mumkin. Mana bittasini olaylik. Adverbs of frequencyni kirib ko'raylik. Ya'ni nima ekan u adverbs of frequency? Ravishlar, tez qo'llaniladigan og'zaki nutqda often, sometimes, usually, how often ravishlarini siz eshitib qachon qanday qo'llanishni tinglab borasiz. Mana bu yerda og'zaki yozma berilgan. Shuni siz uni tinglash. Mana shu kabi og'zaki nutqlar berilgan. Menimcha ular tiniq, aniq gapirgan. Sizga tushunarli bo'lyaptimi? So'zlari, hurmatli o'quvchilar, so'zlari tushunarlimi?
Agar sizga qiyinchilik, muammo bo'lsa, mana pastda ularni dialogi berilgan. Har bitta aytgan, gapirgan dialoglari mana pastda berilgan. O'sha dialogga doir vazifalar berilgan. Check your grammar grouping elements of frequency. Mana ravishlarga doir sizga har bittasiga misollar berilgan. Bu misollarni siz ishlab bilimingiz yanada mustahkamlashingiz o'sha mavzuga doir yana mana bu yerda put the sentences in order of frequency, least frequent at the top and most frequent at the bottom. He usually goes bowling on Saturday. Har bittasiga qayerda qanday qo'yilishini sizga ko'rsatib berilgan. Bu grammatika. Bunda ham darajalar mana A1, A2, B1, B2. Grammatika, vocabulary. Keyingisi vocabularyda so'z boyligingizni kengaytirish maqsadida ko'proq yangi so'zlar har bir darajaga mos ravishda so'zlar, yangi so'zlar. Mana mavzular. Choose a room. A room. Vocabulary exercise to help learn words for things you can see in a room. So what can you see in this room? Endi bu xonada sizga har bittasini detalma-detal so'zlarni siz aytishingiz kerak. Masalan, ceiling, wall, light, carpet, socket, radiator, window, floor, heating, aircon, switch, door. Har bitta detalligacha ko'rsatilgan. Mana bu yerda siz ularni belgilab so'zlarni aytishingiz kerak bo'ladi. Aha. Topishingiz kerak bo'ladi. Pastda yozishingiz kerak bo'ladi. Mana. Mana shu tarzda siz vazifalarni bajarasiz. Tagiga har bittasini yozib borasiz. Bu barcha o'quvchilar uchun birinchi sinfdan to yuqori sinflargacha bilimingizga qarab, o'zingiz mustaqil bajarib, lug'at boyligingizni oshirib borishingiz mumkin. Mana bu yerda pastda vazifalar bor. The top part of the room where the lights usually are. What is it? Is it a ceiling? This is usually made from wood and you can enter or leave a room through it. Mana bu so'zlarni siz yoniga topib yozib borishingiz kerak. Sizga ta'rifi berilgan yuqoridagi so'zlar. So check your vocabulary, gap fill. Bu yerda mana so'zlarni kerakli joyiga o'rgangan so'zlaringizni qo'yib borishingiz kerak. The metal object that hangs on the wall and keeps up warm is called a. Is it a radiator? And so on. Mana bu yerda endi reading exams sizga har bitta mavzu bo'yicha sizni sinov tariqasida B1, B2 testlar beriladi. Siz ularga testlarga vazifalarini bajargan holda javob bera olsangiz, siz o'zingiz darajangiz shu orqali aniqlab bilasiz. Study break, video zone, magazine zone, YouTuber, reading zone. Bu dam olish paytlari, masalan, video zone nimalar? Dam olish paytlari nimalar qilasiz? Qaysi bir? Xohlasangiz video ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz o'qishingiz mumkin.
Ana, ko'rib turganingizdek, hamma videolar ingliz tilida berilgan. Siz ularni yoshingizga qarab tanlab bemalol ko'rishingiz mumkin. Ingliz tilini shu tarzda o'zingizni praktikangizni oshirib borishingiz mumkin. So check your understanding. He was given the transcript. What is Ramadan? Ramazon nima u? Qanday biz nishonlaymiz? Hammasi haqida yuqorida aytilgan gaplar mana shu yerda yoritilib berilgan. So how do you like this site? Qanday, sizga yoqdimi? Nimasi tushunarsiz bo'ldi? Qanaqa savollaringiz bor? Menimcha hamma imkoniyatlar bor. 4 ta ko'nikma bo'yicha barcha vazifalarga jonli ravishda yondoshilgan. Masalan, siz speakingda qanday ular gaplashar ekan, ingliz tilida so'zlovchi native speakerlar qanday gaplashar ekan deb sizda muammo bo'lmaydi. Siz mana shu yerda ularning talaffuzi qanday aniq, tiniq har bitta tovushni talaffuz etilishini ko'rishingiz mumkin, eshitishingiz mumkin va siz ham xuddi shular kabi talaffuz eta olishingiz mumkin. Sizda muammo bo'lmaydi talaffuz bo'yicha. Chunki mana hozir biz TOEFL yoki IELTS bo'yicha sertifikatlar olmoqchi bo'lib imtihon topshirganimizda bizda muammo ko'proq pronunciation, to'g'rimi? Pronunciationimiz yaxshi bo'lmasa, bizda baribir ballimizni past qo'yishadi. O'shaning uchun sizni talaffuzingiz yaxshi bo'lishi kerak. Bu ham ballga qo'shiladi. Ball berishadi bunga ham va sizni vocabularingiz yaxshi bo'lishi kerak. Bunda ham mana bu vocabularyning C1, hatto C1 darajasigacha mavzular bor. Siz bemalol ko'rib chiqib, undan foydalanishingiz mumkin va bilimingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi sizga beradigan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Keyingi darslarda yanada qiziqtirish maqsadida sizga o'yinlar yoki ingliz tilini yanada mukammal bilishingiz uchun kitoblar, yana qo'shimcha ma'lumotlar berib borishimiz mumkin. Sizga qanaqa ma'lumotlar kerak, nima qiziqtiradi? Siz bizga aytsangiz, biz shunga tayyorlanib, tayyorgarlik ko'rib, mana shu ma'lumotlarni sizga taqdim etardik. So'zlari bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bor so'zlar ham o'tiribdi. Endi hozir metodlar haqida ham gapirmoqchi edik. Bu yoqda endi o'quvchilar ham bor ekan. Ustozlarga alohida Zoom tashkil qilib, darsda qo'llash mumkin bo'lgan eng interaktiv samarali metodlarni aytishimiz mumkin. Ustozlar biz bilan bog'lansangiz, biz alohida yana Zoom tashkil qilib, sizga metodlarni berib borardik. Qanaqa metodlar sizga qiziqtiradi, qanaqa metodlarni o'rgatib boraylik, ma'lumotlar beraylik. Menimcha hozir barcha ma'lumotlarni internetdan, Googledan olishingiz mumkin. Yanada sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Buguncha o'rgatadiganimiz mana shu. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, demak, bugungacha bo'lgan o'tilgan fanlar kimyo, biologiya, tarix, matematika, fizika, ingliz tili fanlari o'tildi. Sizlarga asosan qaysi fanlar ko'proq kerak, o'shanga qarab ham biz fanlarni joyini siljitib o'zgartirishimiz mumkin. Demak, ertaga bo'ladi, ona tili fanidan bo'ladi. Soat 12 da Zoom silkasini o'zi tuman mas'ullariga yoki o'sha tumandan yangi ochilgan gruppa bor, o'shanga men tashlab beraman. Shu orqali har kun soat 12 da kirishlaring mumkin. Savollaring bormi bizga nisbatan? Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ona tili, matematika, tarix ko'proq bo'lsa agar. Demak, ona tili, matematika, Matematika, tarix. tarix.
Buni hisobga olamiz. Keyin undan tashqari 16 maktabmi Mirzobod sizlar? Ha, 16-maktab. Xo'p, bu bo'yicha men Jahongir direktorlaring bilan ham gaplashib olganmiz, borganman, maktablaringni o'ziga ham gaplashib ham ko'rganmiz. Undan tashqari men har safar aytyapman, tuman mas'ullariga maktab rahbariyati yoki xodimlar o'zlaringni qaysi fan ko'proq kerak bo'lsa o'sha fanni yozib bersalaring tuman mas'ulga. Demak, Mirzobod tumanidan Komil opa bor, Guliston tumanidan Alisher aka bor, Bayovut tumanidan Odil bor, Shirin shahridan Javlon bor. Shularga xabarni bersalaring maktablar, biz qaysi fanga demak ehtiyoj borligini o'shalarga aytsa, ular umumlashtiradida, shunga qarab biz o'sha fanga fan o'qituvchisi biriktirishga harakat qilamiz. Yana qanday tushunmagan savollaring bor? Fan bo'yicha yoki undan boshqa? Bo'ldi ustoz, tushunarli hammasi. Rahmat. Demak, qolganlarga ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimizni yakunlaymiz. Ertaga ona tili fanda soat 12 da ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Mayli ustoz, charchamang.